Assalomu alaykum, Shahrixon Akbar obunachilar. Xohlasa navbatdagi obyektimizni полный nol holatga olib kelib qo'ydik. Akfa zolotoy dub, zamoylari, hadisher, tayyor alkafon, 12 qavat. Bitir qilib berganmiz. Bu yerda bugun mana zakaz qildi, tashoxonalarni qo'yib berdik. Masketni setga, xudo xolasa yozda chivin pashshalardan himoya qiladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu yerda bitta roma bor. Ochilib yopilishiga, ishlashlariga ahamiyat berasizlar. Ustunlari alkafon bo'lgan. Hammasini bu yerda bitta katta roma. Manzilimiz xudo xolasa do'landa. Ochilib yopilishlariga ko'rishingiz mumkin. Nihoyatda go'zal holatda. Bu yerda bitta eshigimiz bor. Derazasi ham. Bu yerda ham xuddi shunaqa masketli setkalari bor. Eshik derazalarga qo'yilgan masketli setka. Romlarga qo'yilgan. Hadisher. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, inshaalloh aytinglar. Go'zal holatda olib borib, sonfilan qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.